Mirzayev ishdan olinsin bugunda o'zida. Ertaga kech bo'lishi mumkin. Bu O'zbekistonda bo'layapti bu gaplar. O'zbekiston poytaxtini kimga ishonib qo'yganman prezident bo'lib? Jinoyatlarni fosh qilish va oldini olish o'rniga Sultonxo'jayev bilan O'rmonov faqat mikroavtobuslarda shahar aylanishni juda o'rganib oldi. O'zbeklarning chet eldagi ommaviy mushtlashuvlari yurtimiz Ishmetov Ro'ziqulov bilan birga aholini mahalliy avtomobillarga talabni rag'batlantirish maqsadida bir haftada avtokredit stavkasini pasaytirish va hajmini oshirish chorasini ko'rsin. Avtokreditlarning foizi pasayadi. Kechagi yig'ilishda prezidentimiz Markaziy bank va O'zavtosanoat rahbarlariga mahalliy avtomobillarga bo'lgan talabni rag'batlantirish maqsadida bir hafta ichida avtokredit foiz stavkasini pasaytirish va kredit hajmini oshirish bo'yicha ko'rsatma berdi. Bundan nima foyda deysizmi? Foiz tushsa, kredit bo'yicha oylik to'lov ham kamayadi va bu sizning foydangizga xizmat qiladi. Videoga like bosib, avtokreditga mashina olishni reja qilib yurgan do'stlaringizga yuborib qo'ying va sahifamga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Odilxon Qori nomi bilan tanilgan sobiq imom Odilxon Ismoilov qator iqtisodiy jinoyatlarni sodir qilishda gumonlanib, qamoqqa olingani ma'lum bo'ldi. Kun.uz manbasiga ko'ra, joriy yilning 21-yanvar kuni jinoyat ishlari bo'yicha Namangan viloyati Pop tuman sudida qator iqtisodiy jinoyatlar sodir qilishda gumonlangan 6 nafar kishiga nisbatan jinoyat ishi ko'rib chiqilgan. Ushbu ishda gumonlanuvchilar qatorida Odilxon Ismoilov ham bor. Tergov organi unga nisbatan Jinoyat kodeksining 8 ta moddasi, xususan o'zlashtirish yoki restoratsiya yo'li bilan talon-toroj qilish, soxta tadbirkorlik bo'yicha ayblovlar qo'yilgan. Oliy sud matbuot xizmatiga ko'ra, ushbu ish doirasida 5 nafar sudlanuvchiga, jumladan Odilxon Ismoilovga ham qamoq ehtiyot chorasi, bir kishiga nisbatan esa garov ehtiyot chorasi qo'llangan. Idora ma'lumotiga avtomobil xarid qilmoqchi bo'lganlar uchun xushxabar, endilikda avtokredit stavkasi pasaytiriladi. 13 fevral kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida tarmoq va hududlarda yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlarini ta'minlash bo'yicha asosiy vazifalar muhokamasiga bag'ishlangan yig'ilishda davlatimiz rahbari O'zavtosanoat aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi Ulug'bek Ro'ziqulov hamda Markaziy bank raisi Timur Ishmetovga bir hafta ichida avtokredit stavkalarini pasaytirish va kredit hajmini oshirish choralarini ko'rish topshirig'ini berdi. Ishlab chiqariladigan avtomobillar sonini 510 mingtaga yetkazsin. O'tgan yili 460 ming bo'ldi. Ishmetov Ro'ziqulov bilan birga aholini mahalliy avtomobillarga talabni rag'batlantirish maqsadida bir haftada avtokredit stavkasini